Dayvingga tushdimu, Allohga ming marta shukr qilib ishoninglar. Git opamiz bizga Dubaydagi искусственный dayvinglarga emas, Fujairah degan haqiqiy dayvingga olib boraman dedilar. Biz esa xo'p dedik. Ketishimizga bir kun qolganda 2,5-3 soat yo'l yurib, dengizga borib, dengizni qoq o'rtasiga bordik va men kayfiyatim juda ham zo'r edi, hammasi chiki-chiki edi. O'zimcha rasm videolarga tushdim, orzuyim amalga oshdi deb juda ham xursand edim va instruktor bizga hamma narsani o'rgatishni boshladi va hammasi mana shundan boshlandi. Maxsus moslamani og'zimga taqqandan keyin burnim shundoq qisildi, umuman nafas ola olmadim. Hali suvga tushmasdan turib men уже qiynaldim. Orqamdagi men bu narsani ham вообще ko'tara olmadim. Juda ham og'ir edi. Suvga tushganimdan keyin ham instruktorga aytdim, men nafas ola olmayapman, qiynalyapman dedim. Norma dedi, shu bilan bizga o'rgatdi va suvni tubiga tushdik. Instruktor bitta gapni juda ham ko'p qaytardi. Kulish, jilmayish umuman mumkin emas edi. Og'zimiz xuddi baliqning og'zi kabi O harfini aytib turasizlar, даже jilmayish ham mumkin emas edi. Men xo'p dedim, lekin suvni tubiga tushgandan keyin juda ham chiroyli manzarani ko'rib, haqiqiy dengizni tubini, Allohning mo'jizasini ko'rdim va rasmga olayotgan jarayonida beixtiyor kulib yubordim. Og'zimdan burnim ham sho'r suvga to'lib ketdi. Yog'zimdagi moslamani olib tashladim. Instruktor menga qarab jahl qildi. Men esa dimiqayotgandim va tepaga qarab intila boshladim. Juda ham qo'rqib ketdim to'g'risi. Qanaqadir soniyalar ichida tepaga intildim va o'ldim deb o'ylaganimda men suvning ustiga chiqishga ulgurgandim. Shu ondan boshlab burun bilan nafas olish qanaqa baxtligini his qildim va 10-15 metr pastdaligimiz uchun men ulgurdim. Agar yana ham chuqurroqda bo'lganimizda hozir sizlarga gapirayotgan bo'lmasdim. Instruktor bu normal holat edi va men erim bilan dengizni yana ham chuqurroqga tushdim. Bu safar umuman kulmadim. Xuddi baliq o'xshab og'zimni cho'chchaytirib oldim, lekin dengizni tubi haqiqatda juda ham chiroyli ekan.